Kranlaringizdan kelayotgan suvni ichishga yaroqsiz ekanligini bepulga isbotlab beramiz. Bizning Crystal Water kompaniyasi mutaxassislari uyingizga borib, kranlaringizdan kelayotgan suvni qanchalik ichishga yaroqli ekanligini tekshirib beradi. Bu bizning Crystal Water apparatimizdan chiqqan suvimiz. Bunga esa o'zlarimizni kran suvimizni solamiz. Bu TDS3 apparatimiz suvimizning qattiqligini, tuz miqdorlarini foizda ko'rsatib beradi. Bu bizning suvimiz, bu vodoprovod suvlari. Bizning suvimiz 17. Vodoprovod suvimiz 164. Bu suvimiz nimaga 17? Bu suvimiz nimaga 164? Buni sizga maxsus apparatimiz yordamida ko'rsatib beramiz. Men bu suvni ichdim. Sizchi bu suvni icha olasizmi? Bizning xizmatimiz namanganliklar uchun mutlaqo bepul. Buning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing va bepul laboratoriya xizmatini qo'lga kiriting.